mana bu yengil qalam va qog'oz bilan butun dunyoni egallash mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli maktab o'quvchilari. Mana bugun 25-may, so'nggi qo'ng'iroq. Sizlar ham tugatib, kimdir o'qishga kiradi, kimdir ishga ketadi. Hozir hayratda qoladigan bo'lsangiz kerak, nega bu professor oldida g'isht turibdi deb. Mana men bir qo'limga qalam va qog'ozni ushlayman, ikkinchi qo'limga mana bu g'ishtni ushlayman. Qay biri og'ir, buni siz bilib turibsiz. Agarda siz hayotingiz og'ir bo'lishini, qiynalib yashashni xohlamasangiz, el yurt nazariga tushishni, dunyoni egallashni, ota-onani rozi qilishni va o'zingiz kamolatga erishaman desangiz, mana bu yengil qalam va qog'oz bilan butun dunyoni egallash mumkin. Qalam deganda biz doimo ilmni tushunamiz. Temur tig'i yetmagan yurtni qalam bilan oldi Alisher degan iborani hammangiz bilasiz. Bu qalam bilan ilmiy ishlar qilinadi, kashfiyotlar yaratiladi, she'rlar bitiladi, dissertatsiyalar yoziladi, ilmiy asarlar yoziladi yoki ular turli tillarga tarjima qilinadi. Ko'z oldingizga keltiring, mana obraz deb aytganda, mana shu bitta qalam va qog'oz orqali siz barcha orzularingizga erishishingiz mumkin. Buni hayot ko'rsatib turibdi. Bitta qalam va qog'oz orqali, ya'ni ilm orqali topilgan mablag'ni cheki yo'q. Uni cheki yo'q, uni mana og'ir mehnat bilan topilgan mablag' bilan solishtirib bo'lmaydi. Shu yerda men aytib o'tay, naqqoshlarimiz, chiroyli aka ustalarimiz, temirchilarimiz, ya'ni qo'l mehnati bilan oila bola chaqa boqadigan, go'zal imoratlar quradigan, go'zal koshonalar quradiganlarga bu taalluqli emas, u ham ilm. Naqqosh bo'lish uchun ham ilm, chiroyli bino qurish uchun ham ilm, hattoki shu g'ishtni ishlab chiqaradigan zavodni yaratish uchun ham ilm kerak. Shuning uchun hurmatli yoshlar, ilm oling, kitobdan ko'z uzmang va har doim o'ylagan niyatingizga erishib yurasiz.